Erta bilan turishga turib olib, erini patologga qarab yotiblar. Instagramga kirsam, mana bularning videosini ko'rib qoldim. O, men rosa kerakli video bo'ldi deb. Shunday patolog yo'limda shimdan chala shulpa kiyib, O'zmak tomonga yo'lga chiqib ketdim. Yo'limdan chiqqan birinchi O'zmakka to'xtasam, bu yerda unaqa kattasidan yo'q ekan. Ha, bo'pti, xafa bo'lmaysiz. Podvalda bir bratimiz bor. Shu kelyapman, brat oldida 50 xil turibdi. 50 xildan bitta o'zimga yarashasini talab olishga olib olib, shu cho'ntagimni kalasam, pulim kam, uydan pul olib, to'g'ri tushuntirdim. Aka olib ketavering dedi, qarz bo'lishni xohlamayman deb. Men ham tezroq shippa bordim, shippa qaytdim. Aka xonim ham turbalarni endi yaxshirib qo'ygan ekan. Yo'q, aka keldim. Iltimos qilib darrov baylab berdi. Men ham chao dedim, sirasi uchastkaga qarab ketdim. Zang'alab mahallani changitib, shunday uchastkaga yetib keldim. Tirs-tirsada uzdim diplarini, shippalatib uyga toshishni boshladim. 50 kilo kamik ko'rmam oldim. Uyga olib kirib olguncha ko'tanag'im chiqib ketadi dedi. Tizillab olib bir xonaga shunday kirib qarasam, vobshe ahvol jada to'xtab tur, hozir men seni yasayman dedim. Shipillab olib o'rka qilishni boshladim. Birinchi tozalab olaman dedim, keyin ishni boshlayman. Endi hafsala qilish bilasam, bitta ezma o'rdayim qolib ketibdi. Ha bo'pti, davay jil desam olayman menga dedi. Ha bo'pti, mana shipirdim. Endi mana ishni boshlasak, oilam borligi vobshe esimdan chiqib ketdi bu fermani deb. Kech qolib ketdim, shu sababli video kech qorong'ida olinyapti. O'zimcha o'lchadim, kesdim, chizdim, bir narsalar qilib araladim. O'rtada Rossiyadan kelgan face kontrolchilar kelib qoldi. Dastos qildimda shipillatib narsachkaladim. Oppa dedim, tayyor bo'ldi. Klemaga sapida qo'ydimda, o'zimcha tekshirdim. Kontrol yaxshi. Tupa uborkani qildimda, oxirida bitta face kontrolchi yoniga kelib, ujun-pujun qilaylik dedi. Ha bo'ldi, hozir obrazim qilamiz dedimda, yes qilib berdim bularga. Bir paqir yem tayyorlab berdim, shu bahona test qilib oldim. Yemni ko'taryapti, yaxshi yeyishdi, xursand qondalar to'ydi, mana rezultat.